Kanada başçılığında 15 devletning baş elchisi Sharqi Turkistonda Uyg'ur xalqiga qarshi elib berayotgan bostirish va kishilik huquq dafsandichiliklari haqida Xitoy doiralari bilan ko'rishishni talab qilib bir maktub yozdi. Baş elchilar Sharqi Turkistondagi atalmış partkom sekretari Chinchangoga bir maktub yo'llab, bu haqda ayblashlar haqida tushuntirish berishini talab qildi. Ko'p davlatning birlikda harakatga o'tishi diqqatni tortmoqda. İyi Partiyaning Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupi boshlig'i vakili Lutfi Turkan uzundan buyon ayrıturumda tutib turilayotgan va vatandaşlık berilgan Uyg'urlar haqida hukumatga chaqiriq qildi. Suriyalik, Iroqlik va Afg'onistonlik musofirlarga Tambojdan kirishga qulaylik yaratib berayotgan Turkiyada Sharqi Turkistonliklarga ayrimchilik qilishi xalqning noroziligini qo'zg'aydigan bir vaqtda İyi Partiyadan Turkan bu masalani parlamentga olib chiqdi. Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan natsist lagerlari Yevropada izchil kun tartibidan o'rinlanmoqda. 9 noyabr Germaniya parlamentida ochilgan yig'inda Sharqi Turkistondagi vaziyat muzokara qilingandan keyin o'zini oqlash uchun vosita tanlamaydigan Xitoy doiralari ichki ishlarimizga aralashmanglar, bumiz ikki davlatning munosabati buzildi deb tahdid soldi. Lekin Sharqi Turkistondagi natsist lagerlari Germaniya matbuotlarida keng o'rin olmoqda. Rossiya Mudofaa Ministrligi Buyuk Petro va Buyuk Petr ismli ikki yadro kemasi bilan Barents dengizida manevr o'tkazdi. Rossiya Mudofaa Ministrligi Shimoliy pilotga qarashli Buyuk Petro va Buyuk Petr ismli yadro paraxotlarining qatnashishi bilan Norvegiya va Rossiya orasidagi Barents dengizida harbiy manevr o'tkazdi. O'rta Osiyoga joylashgan Qozog'iston Jumhuriyati issiqlik va energiya ishlab chiqarish uchun yer issiqligi energiyasi qo'llanishi haqida davlatning 40% mavjud bo'lib turayotgan manbalarni tadqiq qilishga boshladi. Dokladlarga asoslanganda Qozog'iston yer issiqligi energiyasi manbasi mo'l bir davlatdir. Dastlabki tadqiqotlarga asoslanganda davlatning oz deganda 4dan 1 qismining yer issiqlik manbasi bo'la oladiganligi mo'ljallanmoqda.